160 ming dollarga yana mana shu xonadonimizni olgan bo'larmidinglar? 3 sotuvga tushgan, 6 ta xonasi bor, 4 ta sanuzuli bor, bitta oshxonasi bor, podvallari seli. Har bir etaji 125 kvadratdan bo'lgan xonadonimizni adresi ham aytaman. Nazarbayevni postidan 2 kilometr kirib kelinadi, 8-maktabni ro'parasidan kiriladi, Nataris ko'cha deyiladi. Masjiddan o'tgandan keyin chapga shunday katta ko'chadan bir taxminan 30 metr kirganingizda shu xonadonimizda sizlarni kutib oladi. Xudo xolisa to'liq videosini qo'yaman, bu videoni to'lig'ini qo'yaman. 6 ta xona bo'ldi, 4 ta sanuzul bo'ldi. Remontlari patkulich zo'r sifatli qilib qurib qo'yilgan xonadon bo'lyapti. Lokatsiya vaqti zo'r, puli ham xudo xolisa inshaalloh zo'r, puliga 100% arziydi deb ayta olaman. Kimgadir shu xonadonimizga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaringlar, pastda nomerlar qoldiramiz. Bemalol o'zingizlar yana kelib, ko'rib, egalari bilan talashib, tortishib, bemalol savdosini qilib olsanglar bo'ladi. Kimgadir shu xonadonimizni yoqsa, aloqaga chiqaringlar, xudo xolisa qo'ldan kelgancha yana kelishtirib beramiz deyishyapti. Biza imkon qadar chiroyli narxlarda qo'yish harakatini qilyapmiz. Qo'ldan kelgancha kelishtirib, o'zi egalari bilan ham talashib tortishib qo'yyapmiz. Ya'ni o'zingizlar bemalol yana savdosini qilib olsanglar bo'ladi. Voy, eng asosiysi esimdan chiqib qolibdi. Kelinglar. Mana orqa qo'lini qaranglar bitta. Orqa qo'lini bitta ko'ringlar, mana qarang. Shuni aytish esimdan chiqib qolibdi. Aybga yurmaysizlar. Bemalol bitta yozgi oshxona, ekinlarni ekib, rayhonlarni ekib, bemalol mazza qilib yashab bersangiz bo'ladi.